Assalomu alaykum hammaga. Kechagi ishimiz Alloh xohlasa bitirib oldik ishimiz. Koridorda svet yo'q. Qorong'i bo'lib turibdi endi. 90lik palatni 90lik. Parayomni 1 metr qoldirib ketishgan. Juda katta bo'lar ekan. Biz 80-70 nimalarga o'rganib qolganmiz. 60 kishilar qo'yganmiz. Bu sanuzillarni sveti chilarni nag'ir plankalar qilib yopib berdik. Parogni ham tagidan kley surkab, kleyga yopishtirganmiz. Bunisi korobka vaqt ozgina bir vaqt o'tgandan keyin ko'tarilib ketadi. Eshiklar yopilishi. Ular mexanический zamok joydan ochgan. Eshigi yaxshi ekan. Yaxshi eshik. Qorong'ilik uchun yaxshi ko'rinadi. Davorlar bilan qilib, Alloh xohlasa ishlarimiz bitdi. Joy xato qilishgan. Kafelda mana shu koridor tomondagi devordan ichkariga bir 3-4 santimetr devordan kirgizib kafel qilishganda, eshik yopilganda buni kafel bo'lib chiroyli bir xil chiqardi. Keyingi obyektiga endi Xudo xohlasa inshaalloh